Ilgarilari davolab bo'lmaydi deb hisoblangan ko'plab kasalliklar bugungi kunda ilg'or texnologiyalar va yuqori malakali mutaxassislar yordamida jarrohlik yo'li bilan bartaraf etilmoqda. Bunday murakkab jarrohlik amaliyotlari inson hayotini saqlab qolish, salomatligini yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Bu turdagi operatsiyalar sog'liqni saqlash sohasida yuksak malaka, zamonaviy uskunalar va puxta rejalashtirilgan tibbiy yondashuvni talab qiladi. Quvonarlisi, bugun yurtimizda ana shunday ko'plab amaliyotlar bajarilmoqda. Samarqandda shifokorlar 8 yoshli qizaloq bosh miyasida paydo bo'lgan o'smadagi tirik to'qmadan kam invaziv yo'l bilan namuna olish amaliyotini muvaffaqiyatli bajardilar. Hozir shu haqda. Urgutlik 8 yoshli qizaloqning ko'zlari to'satdan butunlay ko'rishdan to'xtadi. Shifokorlar jajji bemor bosh miyasining asosiy qismida o'sma aniqlashdi. Qizaloqda aniqlangan o'sma shunchalik murakkab ediki, bunday operatsiyani amalga oshiradigan shifokor ham topish oson emas edi. Oyog'imni qo'limga olib, qayerga bor desa boraldim. Bormagan joyim qolmadi. Toshkentda ko'rishdi, shu narsaligiga amin bo'lishdiki, eng murakkab joyda joylashganligi sabab bu narsaga biz qo'l ura olmaymiz degan gaplarni qilishdi. Bosh miyaning eng chuqur tizimlaridan mana shu joyda. Miya inson organizmi faoliyatini nazorat qiluvchi o'ta muhim a'zo bo'lgani uchun bemor hayotiga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan xavf ham bor. Mana shu yo'nalishda kiritib borildi. Samarqandda ko'zga ko'ringan shifokor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti neyroxirurgiya markazi rahbari Mansur Aliyev ushbu murakkab operatsiyaga qo'l urdi. Operatsiya O'zbekistonda ilk bor o'tkazildi. Biopsiya olish jarayonida bemorning bosh miyasidagi nozik qon tomirlari yorilib, bosh miyaga qon quyilib, asoratlarga olib kelishi mumkin. Va bundan tashqari bemorning hayotiy muhim bo'lgan a'zolariga ziyon yetish ehtimoli ham bo'ladi. Lekin biz operatsiyani o'tkazishga qaror qildik. Uzoq davom etgan operatsiyada shifokorlar bemor bosh miyasining chuqur sohasida joylashgan o'smadan tirik to'qmani mini invaziv yo'l bilan namuna olish amaliyotini muvaffaqiyatli bajarishdi. Operatsiya jarayoni oson kechmadi. Bu biz shifokorlar uchun ham katta sinov edi. Negaki o'sma bemor miyasining juda nozik nuqtasida joylashgan. Shunga qaramay, biz buni uddaladik deydi shifokorlar. Bosh miyasiga rama o'rnatib, bosh miyaning chuqur tizimlaridagi o'sha o'sma joylashgan joyni aniqlab, kichik kesmacha orqali biopsiya olishga, beziyon biopsiya olishga erishdik. Bunda bizga maxsus bosh miya to'qimalarini aniqlovchi texnologiyalar keng qo'llanildi va yaxshi yordam berdi va ushbu operatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazdik. Jajji bemor bilan bog'liq xavf hali ortda qolgani yo'q. Bosh miya o'smasidan olingan namuna xulosasiga ko'ra davolash usullari qo'llaniladi. Stereotaksik biopsiya olish yoki bosh miyadan chuqur tizimlaridan stereotaksik rama orqali namuna olish operatsiyasini o'tkazish bizning O'zbekiston neyroxirurgiyasi uchun yangi yo'nalish hisoblanadi. Bemordagi o'sma to'qimasi ham yaxshi sifatli darajani eslatadi. Bu hali ilk tasavvurlar, lekin bizga so'nggi xulosani gistologik tekshiruv beradi va biz ushbu gistologik tekshiruvni olgandan so'ng bemorga nur terapiyasi va ximioterapiya o'tkazamiz va shu yo'l bilan bemorning hayotini saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi. Agar ijobiy natijaga erishsak, bu operatsiyalarni seriyali yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz va buni bemalol aytishimiz mumkinki, kelgusida neyroxirurgiyaning yangi bosqichida deb e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Jigarbandi og'ir dard bilan kurashayotgan, unga davo izlab tunni tongga ulagan otaning bugun ko'ngli taskin topdi. Onalik mehri sabab qizi bilan teng azob chekayotgan onaning qalbida ham umid paydo bo'ldi. Bugun Allohga shukr, Samarqandda vrachlari o'zimizdagi juda mamnunman. Hech qanaqa ziyon, zahmat yetkazmay nima qilib beraldi. Lekin ishondim, shu narsaga amin bo'ldik, xursand bo'ldim. Doktorlarimiz murakkab ishga qo'l urishdi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.